أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana bugun bir madrasaga keldik. Bu madrasada uzoq-uzoqlardan kelib o'qiydigan bolalar bor. Musofirda sag'ir bolalar o'qiydi bu yerda. Ancha mustahaq madrasa. Bu yerga bizni chaqirishdi bugun. Bular ancha bir yordamga muhtoj ekanlar. Nimaki mana musofirda kelgan bolalar nihoyatda ko'pligi uchun oziq yemish qiyinchiliklari bo'lgan bularda. O'shaning uchun aziz do'stlar, qiyomatda bu nihoyatda bir katta savob, ajrga ega bo'ladi. Nimaki madrasaga bitta so'm bergan odam hali qiyomatda qattiq pushaymon bo'lishlari mumkin ekan. Nimaki agar madrasaga bir so'm bersa, madrasaga bir bergan so'mi munchalik Alloh taolo mukofotga ega qildi meni. Koshki bir so'mni evaziga 1000 so'm bersam edi, million so'm bersam edi deb qattiq pushaymon ishlari mumkin ekan. Madrasani shunday bir savobi ziyoda ekan. Bu Allohning uyi hisoblanadi do'stlar. Bu yerda uzoqdan bir kelib musofirda sag'ir kabi bolalar bu yerda o'qiydi. Shularga yemish mana oziq-ovqat tarafdan qiynalgan bular. Shularga yordam sifatida mana biz ko'rsatib o'tamiz. Shularni ko'ringlar, xulosani chiqaringlar. Biz mana shu yerni xatibini, imom xatibini nomer, WhatsApp nomerini qo'ymoqchimiz. Shu bilan aloqaga kirishlaringiz mumkin. Kimda kim zakot ehsonlari bo'lsa, eng mustahaq joy mana shu yer hisoblanadi. Do'stlar, ko'ring, ko'rsatamiz. Mana shu yerdagi bolalar bor. Biz o'qib o'tirgan joylardan ozgina video oldik, ko'p emas. Shularni ko'ring. Inshaalloh shularga nihoyatda bir yordam zarurat. Bir so'mingiz inshaalloh qiyomatda sizlar uchun kafil bo'lishi mumkin. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bizni like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Do'stlar, mana videoni ko'ringlar. Dars o'qib o'tirgan bolalar bor. Inshaalloh yordam bo'ladi degan umiddamiz. Mana shu yerda dars o'qiyotgan hammasi. Mana bu yerda ham ancha maşallah. Mana hammasi kitob bilan band. Mana bu yerda. Mana bu yerda ham aynı shaklda. Shu yerda bordir, ha? Xo'p. Mana maşallah. Mana do'stlar. Maşallah, mana hammasi darsda. Shu. Maşallah, mana hammasi musofir bolalar uzoqdan kelib shu yerda o'qiydilar. Mana bu yerda ham maşallah, mana hammasi darsda. Mana bu yerda ham qizlardan bor. Bu yerda ham bor. Mana hammasi.
Aziz do'stlar, mana hammasi dars bilan. Mana bu yerda ham bor. Mana do'stlar, hammasi mana shu dars bilan musofir o'g'lonlar shu yerda. Kitob. Maşallah. Harmanlar o harmanlar. Mana do'stlar. Hammasida bor. Yerdan bor ha? Ay maşallah. Maşallah harmanlar o. Mana. Ne do'stlar. Bu yerdan bor ha? Maşallah, xudo mana. Hamma yerda. Assalomu alaykum. Harman o. Yaxshimisiz teknomda ham yaxshi. Harmanlar o. Assalomu alaykum hammalarga. Nam xudo. Aziz do'stlar, aziz muxlislar, bular hammasi musofirdagi o'g'lonlar. Shu yerda dars o'qiyapman. Mana do'stlar, bu yerda hozir asr namozini o'qib ham chiqib bo'ldilar. Hozir mana bu yerda bolalar bir ozgina ta'til qilmoqdalar. Inshaalloh yana o'qishga kecha kunduz bu yerda o'qishadi. Qur'oni Karimni bitta harfi o'qilgan joy, shunga bitta odam kimdirki bir so'm yordam bersa, million bo'lib o'ziga ham qaytadi. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham o'ziga inshaalloh nihoyatda bir ajri ziyoda bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم.